40 yoshda ham masalan bo'y o'sishini eshitganmiz. 40 dan keyin ham bo'y o'stirsa bo'ladi. Yo degani 3-4 sm ga o'stirsa bo'ladi. Ko'p holatlarda o'zi 24 gacha o'sadi deyiladi. Xo'p. O'g'il bolada ham, qiz bolada ham. Ammo lekin 40 dan keyin ham bo'y o'stirsa bo'ladi. O'zi umurtqa nimadan odam cho'kadi o'zi tega aslida? Sizga savol. Tug'ganda menimcha faqat cho'kadi. Xo'p, mana endi u ayol kishiga bog'liq deymiz. Erkaklarda-chi? Harakatlanmaganlar. Yo, erkaklar ayollardan ko'p harakatlanadi, masalan, ishlaydi boshqa. Sijachi obraz. Chunki mana ko'p holatlarda bolalarga ham masalan bo'yi o'lchagin desa ertalab o'lchatishadi. Bilasizmi nimaga? Chunki tekis yotganda umurtqa cho'ziladi. Agar siz bo'yingizni o'stiraman deydigan bo'lsangiz, ertalab turib har kuni gimnastika qilsangiz, gimnastikada ham просто легкий formatda emasda, cho'ziladigan, именно cho'ziladigan gimnastika. 50-60 yoshlilarniki 15-20 sm o'smaydi. Chunki ularda kalsiy nexvatka bo'ladi. Ko'p holatlarda bizda yosh kattalar kelin oldim deydi, boshqa deydi, o'tirib qoladi. O'tirgandagi u не только ortiqcha vaznga olib keladi, u bo'yingizni cho'kishiga ham olib keladi, oyoq og'riqqa olib keladi. Abzantani oyoq ko'taradi. Mana umurtqa mana bundoq bo'lsa, u borib mana bo'lib ketgandan keyin bu ham xuddi shundan. Og'ir oyoq payti, ya'ni homiladorlik paytida bola katta bo'ladi deymiz yoki bo'lmasa 9 oy ko'tarib yurish bu oson narsa emas. Tug'ruv jarayoni masalan o'lim bilan teng. Qo'lda bola ko'tarib yuriladi. Bu ham umurtqani qiyshayishiga, umurtqani cho'kishiga olib keladi.